Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizi başlayımız. Leksiyede sıdağa cürüz Washington'dan sözleyimiz. Bugün çislağa 2023 yıl 11. ayının 11. ayına geçmek için oldu. 11. ayının 17. günü haftige vatandaş cüme. Bugünkü vaziyetimizden eşyak vatandaşlarım. Tünügen şundak zoğ-şoğlan sözlüdük. Sebebi paketçi vatandaş. Koyulgan paketler şu paketlerini aldığınlar koyup oturup Büyük Britanya siyasilik özgürlüş oturasya siyaseti. Amerika Koşmuş Ştatlarının siyaseti belgelengen oturasya siyaseti. Ve hazırgıçı Uygurlarga köngül bölüşlemeli, Büyük Britanya meyli, Amerika Koşmuş Ştatları eski çoğun devlet. Şimdi çırayla sözlep geldik sizlerge vatandaş. Endi bu meselede Uygur meselesi de meyli kandak meselede bolsun. Yol hemişe degidek oңuşluk boleli vermeydi. Mesela hazır muşu küngüçü Uygurga şunçola köngül bölüş. Devletler, çoğun devletlerinin şunçilik köngül bölüşü siz biz için aytqanda yeterlik. Fakat biz kütüp turuyotgan birli narsa netice vatandaş. Netice. Tünügün biz sizlerge sözge leksiyimizde mesela Aksaray Bexatarlık Komitetinin bayanatçısı John Kirby'nin mundaq bir sözüne sizlerge tekrar anlattık. Nime dedik? Amerika Cungu'da kişilik hukuk ahvalının yaxşılanışı kerekligiga mutlaq işinidir. Kerekligiga mutlaq işinidir. Bu adamlar mesela Cungu'da horlangan kişilik hukuk depsendi kılıngan adamlar xuddi dünyadaki başka milletlerge oxşaş adamlarga oxşaş purala hukukudan behrimen bulalaydı ve kişilik hukuktan behrimen bulalaydı. Bu Aksaray Bexatarlık Komitetinin bayanatçısı John Kirby'nin bayanatı vatandaş. Endi bugün sizlerge sözleydiğin sözümüz o tününkü 16. günüdeki haber. Bugün sözleydiğin sözümüz Amerika Cungu Cemaat Xavfsizligi Ministerligi tekşirip bekitiş merkezini imborga qilish tizimligidan chiqarib etdi. Mavzuli haber. Pentayni meselesida hamkorlashmoqchi bo'ldi. Zəhərlik doğrayıq, zəhərlik buyum meselesinde onu bir taraf qilish meselesi boyunca hamkorlashmoqchi bo'ldi. Mavzuli xabar 11. ayının 17. günü Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandı. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi Amerika haftanın 4. günü yani 11. ayının 16. günü Cungu Cemaat Xavfsizligi Ministerligi maddi tekşiriş bekitiş merkezi ne soda imborga qilish tizimligidan chiqarib etib Cungu bilan zahar cheklash bo'yicha hamkorlashmoqchi bo'ldi. Bu qaror Prezident Joe Biden hukumati Cungu bilan suhbatlashib ikki taraf hamkorlikni asliga keltirib birikme zəhərinin ximiyevi məsulatlarının Amerika kirişini çəkləş xizmət qrupsi qurup çıqqan vaqtqa doğru gəldi. Devlet Mahkemesi'nin bayanatçısı Matt Miller Peyşembe günü muhbirlığa mundaq görsetdi. Tünügün Cungu Cemaat Xavfsizligi Ministerligi maddi tekşiriş bekitiş merkezi davamlı iqtisadi şirketleri tizimligi de to'rayveradigan bo'lsa ximiyevi mahsulotlarni cheklash münasebetlik hamkorligimizga to'sqinlik paydo qiladi. Bayanatçı Matt Miller muhbirlarga mundaq ko'rsatdi. Biz bu mavzuni baholaganda
moddiy tekshirib bekitish markazini embargo tizimligidan chiqarib etishning yaxshiligini tekshirdik. Oxiri Jungoning orzusini nazarga olib, tadbir qo'llanib, ximiyeviy mahsulotlar atkazchiligini azaytish uchun Jungo Jamoat xavfsizligi ministrligining bu markaziy shirkatini embargo qilish tizimligidan chiqarib etishni qaror qildik. Bu muvofiq tadbirdir. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi bayonotchisi Matt Millerning bayonoti. Matt Miller Amerika Ovoz radiosiga mundaq ko'rsatdi. Bizning bu navbatlik hukumatimiz qattiq qaror qilib, Pentayni atkazchiligi bo'yicha hamkorlashishni qo'lga keltirdi. Ya'ni bizning bu navbatlik hukumatimiz qattiq qaror qilib, Jungo bilan Pentayni atkazchiligi bo'yicha hamkorlashishni, ya'ni Pentayni atkazchiligini cheklash bo'yicha hamkorlashishni qo'lga keltirdi. Amerika Savdo Ministrligi 2020-yili Jungo Jamoat xavfsizligi ministrligi moddiy tekshirish bekitish markazini embargo qilish tizimligiga kirgizgan edi. Bunun sababi to'g'risida bu markaz Amerikaning tashqi siyosatiga xiloflik qildi degan ham Uyg'urlarning kishilik huquqiga daxl qildi deb ko'rsatilgan yoki ayblangan. Bu tadbir tekshirib bekitish markazining Amerika ta'minlash savdogarlarining qisman tovarlariga erishishini cheklagan edi. Pentayni Amerikada hozir 18 yoshdan 49 yoshgacha kishilarning buni iste'mol qilishi bilan o'lib ketishiga sabab bo'lib kelmoqda. Amerika zar cheklash idorasi mundaq ko'rsatdi. Jungo navbatda yanala Pentayniga munosabatlik moddalarni xalqaro pochta, xalqaroda tez pochta orqali elib sotdi atkazchiligi qilayotgan muhim manbadir. Pentayniga munosabatlik barliq moddiy buyumlarning Amerikaga kirishiga eg'ir manba bo'layotgan davlatdir. Jungo. Ko'rdinglar vatandoshlar, hozir endi bu Pentayni masalasiga munosabatlik Amerikada haqiqatan eg'ir vatandosh. O'tganda bir xabarda har yili 10 mingga yaqin Amerika yoshlari mushu zaharlik chekimlik bilan zaharlanib hayotidan ayrildi degan bir xabar kelgan. Hozir endi aytibdi 18 yoshdan 49 yoshgacha Amerikaliklar hisobda yoshlarning ölümü dalmışı Pentayni zaharlik çekimlikiga munosabatlik 101 vatıdu debdi vatandaş. Endi bu Pentayni zaharlik çekimlik atkazchiligini to'xtatish va cheklash uchun bu qatim San Fransisko suhbatida Prezident Bayden hukumati bilan Junxo Xalq Jamhuriyati hukumati yana rais Xi Jinping birdek bir fikrga kelib, kelishim hosil qilib, hozir bir guruh bu atkazchilikni cheklashni qaror qilganda Jungolikning talabi yoki rais Xi Jinpingning iltimosi bo'yicha vatandosh hozir Amerika Qo'shma Shtatlari embargo qilingan bir shirkatni, Jungoning shirkati, ya'ni Jamoat xavfsizligi soqchi ministrligiga munosabatlik bir shirkatni moddiy buyumlarni tekshirib bekitish markazini embargo qilish tizimligidan chiqarib etdi. Bunun sababi birinchisi bu moddiy tekshirib bekitish markazi ikki sababga bog'liq qoldi embargo qilingan. Biri Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosatiga xiloflik qildi. Ikkinchisi Uyg'ur kishilik huquqi bo'yicha
Dehletlerimiz yani Uygur'un kişilik hukukunu depsendi kıldı. Sakşı ministerliğe sizge belgeli vatandaş. Hazır delmuşu merkez, delmuşu sakşı ministerliği Uyguristan'da müstemlik Uyguristan'da ölüm yetim peyda kılıvatkan ministerlikler. Delmuşu ministerlik ya ki Cungunun sakşı ministerliği hazır Uyguristan'daki ceza lagerini kurgan ve onun rehberlik kılıvatkan ministerlikler. Muşu 7 yıldan beri Uygurlar qaratkan müstemlik vatanda Uygur qaratkan siyasetinin hemmisi yani bastırış siyasetiga ta'alluq siyasetinin hemmisi Dəlmişi Cungunun sakşı ministerliği tarafidan çıkarılgan ve şu mesul bolgan hareketler vatandaş. Endi onun qarmağıdaki tekşürüp bekitiş merkezi bu bevasitə ölüm yetim işlerine mesul vatandaş. Hatta adam organizmini kesip ölüp setip sodu setip kılıdışlağımı mesul şunun dairesideki iş. Mesela yakında sizler yetkizemedi haber nazır saklaqlıq Cungu hükümeti içki əzalarını kesip setişne. Yani yolluk setişni, yolluk takdim kılışına hazır kanun sahası elip girip bu sodunu ya ki bu ticaretini kanunluk ticaret aylandırdı vatandaş. Demek bir adının ihtiyarı bağımı, koşuluşu bağımı kuruk yap. Uyguristan'da yaşlar delmişinin məhkum buluvatıdır növbette. O üzünün börgünü içki əzalarını setişki öz ihtiyarı bilen keliş bu kuruk yap. Uygurlarda bundak ahlak yok, Uygurlarda bundak adet yok, onu mecburlaydı xalas. Lekin Xitay bunu yasap tarap çıkıp, kanunlaştırıp, üzünün kanunu aylandırıp, bazı içki organlarını kesip setişinin kanun organ aylandırganda elbette muşu merkezinin yani maddi buyumlarını bir tekşürüp bekitiş merkezinin kolu var bunun içinde vatandaş. Şunun için bugün günlük gelgende biz Amerika Koşmuş Ştatlarının bu şirketini import kılışını bekar kılganlığı için biz endi afsuslanımız vatandaşım. Afsuslanımız bu Prezident Joe Biden hükümetinin kararı ya ki Cungu hükümeti bilen birleşip imzalagan kelişim, Pinteyni kelişimi ve çekleş kelişimi münasebetli kaldı. Bu imborga bekar kılındı. Biz bunun afsuslanımız vatandaş. Lekin bir nokta biz için aydın ki hazır Xitay hükümeti bu arkalık nemege erişti deseniz o bir varak kağız, bir kelişim, bir yazılgan toxtamnama, onun üstüge basılgan tamga koyulgan imzala bu Xitay'nın aldıda kargı yaraydığa iş emas. Xitay degen bunun hemmisini inkar kılıdı. Hemmisiga xilaplık kılıdı. Xitay ezelden ya ki kelişimge, ya ki toxtamga, ya ki vədi nizamnama qaidiga emel kılgan devlet emas. Mutlaka mümkün emas. Bugün Cungu Kompartiyası bu şey neticeye erişken bolsa biz eytimiz ki o üzdün vədisi boyunca avval Pinteynini Amerika'ya eksport kılış ya ki poçta arkalık başta alaydı tez poçta arkalık Kanada'ga, Meksika'ga bu devletler arkalık Amerika'ya yollaştı. Amerika'ya elip girişin toxtasa vakti Cungu'nun bu kılığını biz karşı alamayız vatandaş. Her bir adam karşı alıdı. Lekin ben bu noktada tazı işenmeymen şahsen ben. Çünkü Xitay vədisiga vapa kıldığan millet emas. Ondaqda da Xitay vədisiga vapa kıldığan millet emas. O tarafta Uygurlarını kırgın kılıp, mesela bunun içki organlarını setip, bu tarafta Pinteynini Amerika'ya eksport kılıp, Amerika yaşlarını yukarıda etkandak 18'den 49'gacha Amerika yaşlarını zəhərləş, belki Xitayның içki kısmını soqqan plan ve köңlüde oylagan plan. Yani bir çalmadı içki paxtaklı soqoş deydiğen muşu temsil, muşu turaqlıq ibarı boyunca Xitay hükümetinin kılgan işi buluduğan bolsa, endi bunun akıbetini endi keyin görüşümüz mümkün vatandaş. Bırak hazır bizden bu yer deydiğimiz insan biz hazırgıça Amerika Koşmuş Ştatlar'da Uygur meselesi, Uygur'un kişilik hukuk meselesini dava kılıp geldik. Nəhayət önümlük boldu, siyaset belgelenip boldu, lekin netice görülmedi.
tünügün bayonatıda Aksaray Bexatarlik Komitetining bayonotchisi John Kirby ham shundoq dedi. Biz hozirgacha bir natijani ko'rmadik. Biz kishilik huquq masalasi bo'yicha shuncha besim ishlatdik, lekin hozirgacha biz bir natijani ko'rmadik deb ko'rsatdi vatandosh. Siyosatlar belgilanib bo'ldi. Xitoy taqa Uyg'uristonda bu natijani o'tirg'a chiqib, xalqaro jamiyatga topshirg'ini yo'q. Dal shuning ustiga bu qatam biz endi o'tganda dedik, balki Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jumhur Xalq Cumhuriyati o'rtasida bu suhbat oxirlashidi. Bu San Fransisko suhbati eng oxirgi suhbat. Balki buning natijalari muqimlashtiriladi, masalani hal qilish qadam tashlaydi. Xuddi boshda aytgandek, Amerika Jungoda kishilik huquqning yaxshilanishi mutlaq ishlanadi. Kerakligi, yaxshilanish kerakligiga mutlaq ishindi degandek, biz shundoq savat, shundoq niyat va shundoq umid bilan yashab kelgandik vatandosh. Endi tuyuqsiz Amerika Qo'shma Shtatlarining bu embargoni, ya'ni Saqchi ministerligining moddiy tekshirib bekitish markazini embargo qilishda amaldan qoldirganligini afsuslanamiz. Agar bu Pentayni masalasi g'alaba qilsa, Amerika Qo'shma Shtatlariga olqishlaymiz. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarida buning sababli qazo qilayotgan odamlarimiz sizga bizga o'xshash odam vatandosh. Bu Amerikalikmi odam vatandosh. Shunga bunday ishlarda Amerika hukumatining bu nuqtada tutgan yo'lini, Prezident Joe Bidenning siyosatini prinsipga qo'llaymiz, lekin asosiy jihatini aytganda biz bundan afsuslanamiz vatandosh. Masalan, boshqa yo'l bo'lishi kerakmidi? Boshqa yo'l bilan mumkinmidi, emasmidi? Bu yo'lni bilmaymiz. Biroq Xitoy hukumatining shug'ligi, mutahamligi, shu masalani shunday qilib bersang, men shu masalaga bunday javob beraman deganligi, bu siyosat oldida Amerika Qo'shma Shtatlari chorasiz qoladi bunday ahvolda. Ikki davlat o'rtasidagi suhbatda u taraf bu talabni qo'ysa, bu taraf bu talabni qo'ydi. Bir taraf talab qo'yaveradigan, ya'ni bir taraf ma'qul davrdagan qoida bo'lmaydi. Eg'ir ish bu vatandosh. Ikki taraf o'rtasida, masalan, ikki davlat Amerika Jungo o'rtasida Uyg'ur masalasi murakkab masalalarning ichidagi eng og'ir murakkab masala vatandosh. Bunun nurg'un xalqaro orqa ko'rinishlari va tarixiy ko'rinishlari va hozirgi real ko'rinishlari va dunyo vaziyatiga bog'liq taraflari va og'ir masala vatandoshlar. Shunga endi biz nima deymiz? Shuningki siyosatda shuncha xo'sh bo'ldik. Amerika Qo'shma Shtatlarining Uyg'urga qaratgan siyosati, Buyuk Britaniyaning Uyg'urga qaratgan siyosati, navbatdagi yangi siyosat, yangi pallari turgan siyosatlardan mamnun bo'ldik. Endi bugun bu siyosat, masalan, embargoni bekor qilishdan mayislandik vatandoshim. Biz buni ham shu mayislanganimiz bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlariga hozir leksiya orqali ma'lum qilyapmiz vatandoshim. Biz Prezident Biden hukumatining yana boshqa masalalar bo'yicha, yana umumiylik, yana prinsiplik, yana jiddiy masalalar bo'yicha Uyg'urning kishilik huquqiga yaqindan ko'ngil bilishini, bu masalaga, Uyg'ur masalasiga jiddiy ko'ngil bilishini, ya'ni burunqidek talab qilamiz va umid qilamiz vatandoshlarim. Bugungi leksiyamiz shu. Lekin odamning o'ziga aytsangiz, bu tarafda xushallik, bu tarafda g'am qayg'u inson, har qanday inson shunday turmushlar ichida yashaydigan gap vatandosh. Masalan, alayli hozir Pentayniga bog'liq Amerikada qazo qilayotgan yoki o'limiga sabab bo'lgan sabablik tufayli 18-49 yoshlik Amerikaliklarning ota-onasi va urug' tuqqani va bola-chaqasi va shaxslik davlati va shunday odamlar shaxsiylar buyuk grajdonlar vatandosh. Xitoyning shu yili mekiri yoki Pentayni vositasi orqali bu Amerika xalqi qilayotgan ziyonkashligi deyishkim bo'ladi vatandosh. Bu yomon uzun zamonlardan davomlashib kelayotgan ish bu. Aralıqda bunun Amerika Qo'shma Shtatlari ko'ngil bo'ldi ya ko'ngil bo'lmadi degandek, bu qatam Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi
bu Pentayne meselesi de qattiq turdi, çiң turdi. Siyaseti çiң turdi. Endi ahırda azmında kelişim bizning bu yerda birga Uyg'urlarning umid qildig'imiz Xitoy va'da berdimi? Va'da bergan bo'lsa va'dasi turish kerak. Lekin biz Uyg'urlar Xitoyning va'dasiga hargiz ishonmaymiz vatandosh. Hargiz ishonmaymiz. Hargiz ishonmaymiz. Şunu bunun neticesi Xitoyning bergan va'dasining neticesi, bergan va'dasining neticesini qanday qildiganligidan biz gumon qilamiz vatandosh. Bugün sizlarga so'zlaydigan leksiyamiz mana shu.